Chiroqchilik Yakkabog'li bo'y akalar, sizlarga chotki garaj точка topib qo'ydim-ku. Anjir restorani hamma bilan. Anjir restorani sotilyapti. Komfort Metanning yonida joylashgan 6 sutqli. Tayyor ishlab turgan biznes. Akalar, restoran ishlab turibdi. Ki bemalol ki o'zingiz yeb ichib joyda ko'rib ketsangiz ham bo'ladi. 5 ta supasi bor, 2 ta karavoti bor tashqari tarafga. Ichkari bilan tanishtirib o'taman. Mana zalni ko'rib turibsizlar. 9 ta xonasi bor. Mana tayyor bari bor, bu yerda kuxnya tayyor. Tashqarida 4 ta tandiri ham bor. Hamma narsa o'zi bilan qolaveradi. Mana orqa tarafga o'tasiz, orqasida 4 ta kabinasi bor, bitta katta banketning zali bor. Ikkinchi zo'r taraf, 2 ta powerlar, ofitserlar uchun yotadigan joy, ikkita katta skalatchasi ham bor. Bar, konditsioner, xolodilnik, xullas, mana shu restoran nima bo'lsa, hamma narsa o'zi bilan qoladi. Faqat shu uydaglarni sizlar olib ketib bo'ldi, vse. Endi eng zo'r joyi narxiga keldik. Narxini egasi 120 ming dedi. Sizlar uchun 2,5 soat solishib, narxini 91 ming qilib qo'ydim. Bu videoni 91 larga yuborib qo'ying, bitta like bosib, pastdagi nomerlarga bog'lanasizlarda, alo desalaring, yana ham tushib beradi. Noddakan nomidan chiqlansizlar, bo'ldi, hammasi hal bo'ladi. Do'stlar, bu videoga bitta like bosib, Chiroqchi Yakkabog'lilarga tez tarqatib tashlanglar. Chiroqchi barakada, baraka topib ketasizlar. Baraka topinglar.